Zaharli ob-havoda azoblanayotganlar qancha? Ob-havoni changligidan kasal bo'lib ezilib ketdim. Nima qilsam bo'ladi desangiz, tushunadigan odamlar havo almashtirish kerak. Tog'larga borib toza havodan nafas olish kerak deydi. Ukajonim, pul topish qiyin paytda toqqa borishga qatta vaqt deysizlar. Sizlarda ham vaqtinglar bo'lmaydi, toza havoga chiqa olmayotgan bo'lsangiz, toza havoni uyingizga yoki ishxonangizga olib kelib komfort qilib olsangiz bo'ladi. Buning uchun men sizlarga Franco brendidan очиститель va увлажнитель vazifasini bajarib beradigan apparatni tavsiya qilgan bo'laman. Bu apparat 50 kvadratgacha bo'lgan joylarni 100% tozalab beradi va xonangizni eng komfort darajadagi влажностьga to'ydirib beradi. Apparatda Wi-Fi opsiyasi ham bor. Ishxonangizda turib, uyingizni zararli changlardan bemalol tozalasangiz bo'ladi. Dokumentida yozilgan xarakteristikalarga ishonmasdan har doim apparatlarni demonstratsiya qilib ko'raman. Очистительligi eng katta fishkalardan bittasi bu filtrlari bemalol yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Bozor internetlarda aynan shunaqa очистительlarni $300 dan $330 sotiladi. Bizani kanaldan bu очистительlar bor yo'g'i $169 sotib olsangiz bo'ladi. Endi sizlarga natijani ko'rsataman. O'zingizlarni xolis fikringlarni qoldirasizlar. Ko'ryapsizlar, очиститель akvarium ichini 100% tozalab yubordi. Bu yerda qo'yotgan ranglar faqatgina oynaga o'tirgan kraskadan iborat. Sotuvchilarning nomeri va lokatsiyamiz Telegram kanalda bo'ladi.